Bizə də şu novatla çaya nanı batırıb yedirərlər. Kanı doysa bo'ldi. Balalara doğru ovqatlanish kiritdirilmaydi. Shirashaklikdan boshlab beradilardan. Bu bola ertang saylab yeydigan bo'ladi, yemaydigan bo'ladi, yoki 5 dona vajnaydi, qolganini yemaydi. Ana ko'rishib shirashaklikda yuradilar. Ana keyin u bola bilan biz 1 yoshdan keyin ishlaymiz. Saylab yeydi, iskab yeydi, ovqatni go'sht yemaydi. Ko'rishi chips, kola, fast food olib keladi. Endi sizda tanlov bor. Menga kerakmaydi, o'rganish nauqa kerak. Ashab baqaveraman, hamma bolalar baqilib turibdi-ku deb. Keyin yuristlar doktor. Shuning uchun muhim bizlar prekormni o'rgatish. Hamma sabzi bizda maqsad 12 yoshgachalar hamma ovqatlarni bir qator kiritib chiqish, danishtirish. Hamma mahsulotlarni danishgandan keyin bu уже ertang 1 yoshdan keyin saylab yeydigan bo'lmaydi. Yoki vaqtida ursizlar 5 oylik prekormni o'rgatasiz, qiyin emas. Ina kitob. Ish kitob bo'yicha yana bizda menyu bor. Qarang. Shu darajada mijillab ishlatib qo'ymaydi. Mana tushunmasalar onalar satmasat kunda qaysi kasha, qaysi püre, non qo'shilishi yozilib turibdi. Satmasat kalla ishlatmak kerakmidi? Post ochamiz, bajaramiz. Aslan o'rganib ketasiz. Bir kitobni o'qib chiqasiz-ku, уже o'zingiz ham professional bo'lib ketasiz. Ana o'zingiz kiritib boshlaysiz alamni. Men sizlar uchun ishlatib qo'yibman, sizlardan bajarib berish vaqtida.